Bu qiz hali kimdan bo'lganini ham bilmasa kerak deb yozayotganlar uchun aytib qo'yay. Nima yetim desa faqat ko'chaga chiqib orttirib kelganlar uchun eslarmisizlar? Masalan, meni ota-onam ham to'y qilishgan, chiroyli yashashgan. Keyin avtohalokatda otam halok bo'lgan. Keyin onam bolasi bilan qaytib keladi ota-onasining uyiga. Yosh bo'lganligi uchun gapiga ham quloq solmasdan, yo'q deyishiga ham qaramasdan nima qilishgan? Meni olib qolib onam turmushga berib yuborgan. Men onamni ota-onasining uyida katta bo'lganman. Onamni ota-onasi yaxshi qaragan bo'lsa ham, atrofdagi insonlar menga yetimlikni his qildirishgan. Otam yo'qligi uchun men yetimman dedim. To'g'ri aytibmanmi? O'zi otasi yo'qlarga yetim deydi. Onam bor, hayotlar, Xudoga shukr, lekin oilalari bor. Biz alohida yashaganmiz. O'zbekistonga borsam ham men ularnikiga boraman, chunki boshqa boradigan joyim yo'q. Men umuman olganda bu gaplarni nimaga aytyapman bilasizmi? Hozir siz uyingizda ham o'tirsa o'poq, tursa so'poq deb kun bermayotgan bo'lishingiz mumkin. Qanaqadir yetim bo'lishi mumkin. Onasi bor, otasi yo'q, otasi bor, onasi yo'q. Kimni yoki ajrashib kelgan ota-onasi bolada nima ayb? Tog'ani qo'lida yashayotgandir, o'sayotgandir. Xolani uyidadir, amakini uyidadir. Umuman farqi yo'q. Ana shu bolachan nomidan gapiraman. Siz eshitib xulosa chiqarib, ana shu bolaga juda ham yaxshi qarashingizni xohlayman.